Assalamu alaikum Abdücelil Hacım. Sizle vatandın çıqqan qanchalik vaqt bo'ldi? Vatandagi tuqqanlardan bir xabarlar bormi? Shuning uchun sizlarni guvohlikqa chaqirdik. Birinchi o'lab o'zlarini betunishtirib etsizlar. Assalomu alaykum aziz xalqim, aziz millatim. Mening ismim Abdücelil Ahmet. Men Sharq Turkistonning Uchturpan noyisida tug'ilgan. Men vatanimiz Sharq Turkistonda Xitoy tajovuzchilarininki zulmiga, qiyin qisloqlarga elinib, qo'llarim iskanjalarga urilib, o'zim u yerda yashash imkoniyati bo'lmaganlikdan chet elga chiqqili 23 yil bo'ldi. Mening hozir 23 yilning yoqi vatanda 2 farzandim qolgan, oilam qolgan. Kichik balam 2 oylik, cho'ng balam 2 yoshda qolgan. Hozirgachilik cho'ng balam 26 yoshga, kichik balam 24 yoshga kirdi. Bularni chet elga chiqish imkoniyatim bo'lmadi va vatanda o'zimninki bir tuqqan qarindoshlarimdan Muhammad Ahmet, Quddus Ahmet, Bahargul Ahmet, Arzugul Ahmet deydigan 4 qarindoshim bor. Muhammad Ahmetninki 11 farzandi bor, Quddus Ahmetninki 8 farzandi bor, Arzugul Ahmetning 4 farzandi bor, Bahargul Ahmetning 4 farzandi bor. Muşu farzandlar mening vatandan chiqqandan yoqi hozir 4 yil bo'ldi. Bütün urug' tuqqanlarim, balalarım, hech qanday urug' tuqqanlarim bilan aloqalashamadim. Mening cho'ng akam Muhammad Ahmetninki o'g'lini Xitoy tajovuzchilari buningdan 10 necha yil burun muddatsiz kesib o'tgan, qo'lga olganda. U hozir hayotmi, mamatmi bilmayman. Kichik akam Quddus Ahmetni buningdan 4 yil burun qo'lga olib ketib, bu kesib o'tgan. Hozir bumi nada qanday qilyapti, lagerdimi, yana shu turmudimi, buni bilmayman. Men mushu urug' tuqqanlarimning farzandlari, navirlar, chavirlar va vatanda yashayotgan o'zimninki urug' tuqqanlarim oilamga guvohlik, farzandlarimga guvohlik berishdan sirt vatanda yashayotgan 30 million Uyg'ur xalqininki Xitoy tajovuzchilari tomonidan turmalarda, lagerlarda, zindonlarda jazoga uchrab, haqsiz mushunda zulmga uchrayotganlik sababidan xalqaro medialarga Birleşken Devletler Teşkilatı, Avrupa İttifakı ve her qaysi devletning parlamentleri ve her qaysi devletlerdeki insan hakları komitetlerine bu meseleni ciddi qarashga müracaat qilaman ve shularga ciddi şekilde xalqaroning aralashishini umid qilaman ve Xitoy tajovuzchilaridanmi bu ailemninki nada bo'lganligini, qanchasining hayot, qanchasining mamat bo'lganligidan javob berishni, buning hisobini berishni so'rayman. Rahmet sizga. Sizlarga rahmat.